Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Xudo xolisa navbatda ishlarimizni ham tugatib oldik. Andijon viloyati Bo'ston tumaniga o'rnatib berganmiz. Bu yerimiz o'tli uzunligi 35 metr bo'lgan. To'plam bo'ylari 1.90 bo'lgan. Bu yerimizga seriya akpana seriyadan seriya oyna 2 qavatga berganmiz. Xo'p, sizlarga endi ishimizni tanishtirib o'tamiz. Bu yerda atdeni, bu yerda Shunga qisqasi 3 xona uyda oldini o'raganmiz. Ko'rishinglar mumkin. Bu yer ikki qanotli eshigini qo'yib berganmiz. Eshigimizga taglariga ham qo'yib berganmiz. Stullarni orqa tomoniga o'zib berganmiz. Bu yerda lampa suv bo'lmagan hisobiga chiroyli qilib tortib o'rniga qo'yib o'rnatganmiz. Eshik ruchkalari ham open doors fermaga tegishli yaxshi ruchkalardan qo'yib berganmiz. Ichkaridan ko'rinishlari akalar. Keyin tashqaridan ko'ramiz, tashqarilarni Yo'lchilarimiz usullarimiz ham o'ta xavfli holatda, lekin buni ham chiroyli qilib o'rniga qo'yib, oldiga reka to'qib qatirganmiz. Poligonni qo'yib berganmiz akalar, qaralik bu. Bu holasa chiroyli qilib, moshni qilib, tagiga penalar qo'yib, ranglar qilgan, 5 ko'rsatib o'rtadan tortib qo'yganmiz. Ishkalarni yaxshidan qo'yib berganmiz. Sifatli garantiyali ishlar kerak bo'lsa, akalar bemalol bizga aloqaga chiqib olasiz. Bu holasa borib yetkazib beramiz. Xudo xolisa videoda oxirigacha ko'rib tursanglar, akalar, narx-navosini tanishtirib o'taman sizlarga. Poligonlar bilan zo'r chiqdi, xudo xolisa ishimiz chiroyli chiqdi. Videolarga ma'qul bo'ldi, xursand bo'ldik, xudo xolisa. Ravatxonamizda ikkita rom bor. Bu 90 ga 2 kiradan. Ularni 4 ko'z qilib o'rtadan tortib berganmiz. Bu tomonimizga ham ikkita eshik qo'yib berganmiz. Ichkarida 4 xona bor. Har bitta ustun orasida akalar bittadan o'sib berganmiz romlarimizdan. Ko'rishinglar mumkin, tepaga ip tortib akalar o'rniga qo'yib chiroyli qilib chiqishini bir xil qilib o'rnatganmiz. Mana tikkaligini ham o'rniga qo'yganmiz akalar. Ularni hammasini chiroyli qilib 5 choy qilib o'rnatganmiz. Keyin ishlarimizni bir choykani ham ko'rsatib qo'ying, qanotlarimizni. Qanot beramiz. Bu holda shaklari ham o'ta ideal darajada akalar. Bu yerda ham ikki qanotli eshigimiz bor. Ichkariga kiringda. Ko'rishinglar mumkin, bu yoqdan poligonni qo'yib berganmiz, qaralik. Eshigimizning kalitlari ham akalar 5 tali bo'ladi. Bemalol zapaskasiga olib ishlab borasizlar. Ishlashlari ham shotki, ishlashlari ham zo'r. Men ruchkalarni aytdim, xudo xolisa chiroyli bir xil qilib eshik bilan romni ruchkasini bir xil qilib qo'yganmiz. Ichkariga deb eshiklarimizni qo'yib berganmiz akalar. Xudo xolisa buni suvoqdan keyin qo'yib beradigan bo'ldik. Bilan 2 qanotlidan 3 ta, 2 qanotli, 1 qanotli ham bor bu yerda. 1 qanotlidan 2 ta. Romlari bor 4 ta. Bularni ham aynalarni, oshmoshlarni yaxshidan qo'yib chiroyli qilib berganmiz. Xudo xolisa buni suvoqdan keyin chaqiradigan bo'ldi. Suvoqdan keyin qo'yib beramiz inshaalloh, uni chiroyli qilib. Xo'p, bularimizni 13 million atrofida to'xtadi bu. Endi eshiklar. Xudo xolisa uni ham chiroyli qilib qo'yib beramiz. Chekadagi rom ham bor, ashuni ham 2 qavatga berganmiz o'ynalar. Ko'rib turgan hamma ishlarni 2 qavat qo'ygan bu yerda. Jamiki ishimizni 2 qavatga berdik. Xo'p, endi bu yerimiz kvadratini aytadigan bo'lsak, bu kvadrati 74 kvadrat akalar. 1 kvadrat metr 675 ming so'mdan 50 millionga to'xtadi akalar. Bundan tashqari 6 ta porchkasi bor. U porchkalar xudo xolisa bonusga. Ularni tashqari ko'cha tomoni hamma porchka. Ularni ham o'rnatib chiroyli qilib aylanlar 2 qavat qilib berdik. Xo'p, bu chekadagi eshigimizlarni ham bor. Bu yerimiz eshigimiz bo'ylab 3 metr. Mana eshigimizni ustunlarni balkonlar qilib berganmiz. Balkon profilga. Qimillashdi, lapanlashdi, oldini oladi akalar. Xo'lsa bu yerga ham uchkalarni yaxshidan qo'yib berdik. Bu yoqqa ham poligonni qo'yib berganmiz ichkaridan. Xudo xolisa kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa akalar, bemalol aloqaga chiqib olasizlar. Shunaqa akfa qildirsamki, kimga qildirsamki degan tanishlarga jo'natib qo'yasizlar akalar. Bittadan like bosib qo'yasizlar. Xo'p, bu yerimizda aytganimiz puli 74 kvadrat 675 ming so'mdan 50 million so'mga akfani o'zi to'xtadi. Endi eshiklar 13 million jam bo'lib 63 millionga bu yerda ishimizni bitirib berganmiz akalar. Xudo xolisa shunaqa ishlar kerak bo'lsa, bemalol menga aloqaga chiqib olasizlar. Vodiy bo'ylab o'zim chiroyli qilib ishlar bitirib
Unda beraman, Toshkentga ham chiqaveramiz. Bemalol telefon nomerlarini qoldiramiz, xudo xolisa telefon qila olasizlar akalar.